Bir boshdan ketamiz mana. Bog'ning sxemasini ko'ringlar. 5 ga 125. 5 masofasi lekin kattalik qildi. Karmen noki bo'ladi. O'zbekiston sharoitiga eng mos kelgan nokilardan. Ko'rib turibsizlar holatini, mevasini qaranglar. Pishishiga yana buni bir 10 kuni bor. Pishganda ham videosini terilayotganini qo'yamiz. Mana bir boshdan olib ketasizlar uchun. Demoqchimanki, kasallikka juda ham kam chalinadi bu nok. Mazasi juda shirin. Narxi 35 ming so'm, 37 ming so'm o'rtasida bo'lyapti. Farg'ona viloyati Quva tumani Shredirda, Optimida. Endi boshqa joylarda qancha bilmadim. Mana nokda holati. Bittadan like bossalaring arzsa kerak. Bu ko'chatlarni biz ko'paytirib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. 90 778 98 58 raqamga bog'lansanglar bo'ladi. Mana bu tomonida mevalar. Har birida meva bor. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bittadan like ni bosinglar. Shoh nima nokdan va boshqa mevali ko'chatlardan bog' qilaman degan do'stlarga bu videoni tezda ulashib qo'ying.